Ular unga bu shunchaki xona ekanligini, hech qanday maxsus narsa yo'qligini, hech qanday la'natlanmaganini aytishdi. Shunchaki katta yo'l chetidagi sokin kichkina joy. U yerda sayohatchilar 1-2 soat dam olib, yo'lga chiqishdi. Lekin Amir o'sha yomg'irli oqshomda to'xtaganida, galati bir narsani payqadi. Tashqaridagi belgi qizil rangda miltilladi. Faqat ikkita so'z aniq yonib turardi: soat bo'yicha. U buni arzon, qulay, zararsiz deb o'ylardi, lekin peshtaxtadagi chol Amir "Men ertalabgacha qolaman" deganida jilmaymadi, hatto ko'zlarini ham pirpiratmadi. Cholning ovozi shisha singandek yorildi. Yarim tundan keyin hech kim qolmaydi. Amir kuldi. Nega? Erta yopasizmi? Erkak faqat, chunki xona odamlarni yoqtirmaydi, dedi. Kalitlar sovuq, og'ir, deyarli yopishqoq edi. To'qqiz xona. U tor yo'lakdan o'tib ketayotganda devorlarning nafas olayotganini payqadi. Go'yo butun motel u bilan birga nafas olayotgandek. Ichkarida xona zang, atir va eski yomg'ir hidi kelardi. Soat kerak bo'lganidan balandroq tiqilladi. Har bir soniya unga tegishli bo'lmagan yurak urishi kabi tuyuldi. Har nafas olganda karavot ustidagi chiroq miltilladi. U bunga e'tibor bermaslikka harakat qildi. Poyabzalini yechdi, o'tirdi va telefonini ochdi. Signal yo'q edi. U "Salom, Wi-Fi" deb baqirdi, lekin faqat tomchilab turgan suv ovozi eshitildi. U ehtimol bu hammomdan kelayotgandir deb o'yladi, lekin eshikni ochganida ichidagi oyna tumanlangan edi va kimdir hol barmog'i bilan xabar yozgan edi: "Telefon jiringlamasdan oldin keting." U qotib qoldi. Qaysi telefon? Hech bo'lmaganda u ko'ra olmaydigan darajada. Keyin to'satdan tiring. Karavot yonidagi stolda qora aylanuvchi telefon paydo bo'ldi. U bir daqiqa oldin u yerda yo'qligiga qasam ichdi. U uni sekin oldi, qo'llari titrab pichirladi. "Bu kim?" Ayolning yumshoq, ammo singan ovozi javob berdi: "Siz qolishingiz kerak emas edi." Ovoz telefondan emas edi, u orqasidan kelayotgan edi. Amir sekin orqasiga o'girilib, yuragi quloqlardan urilib ketdi. Derazalar yopiq bo'lsa ham, pardalar siljib borardi. Ayolning ovozi yana aksado berdi: "Siz qolishingiz kerak emas edi" va bu safar u hammomdan eshitildi. U oldinga suyanib pichirladi: "Kim u yerda?" Ko'zgu endi tiniq edi va uning aksi bir soniya kechikib jilmaydi. U og'ir nafas olib orqaga chekindi. Soat 12, birni ko'rsatdi. Chiroqlar ochdi. Tolib sukunat, faqat yana og'irroq, tezroq, yaqinroq nafas olish eshitildi. U eshikni ochishga urindi, qulflandi. U baqirdi: "Bu la'nati eshikni oching." Javob yo'q. Aylanuvchi telefon yana jiringlay boshladi, balandroq, tezroq, deyarli qichqiriq metall kabi. U go'shakni olib baqirdi: "Mendan nima istaysiz?" Ayolning ovozi pichirladi: "Men shunchaki chiqib ketmoqchiman." Va keyin bir qo'l, rangpar, yorilgan va hol, oynadan itarib chiqardi. U qichqirdi, orqaga yiqildi, qo'li chiroqqa tegdi. Xona bir zum qizil chiroq bilan miltilladi. Devorlarda yuzlab qo'l izlarini ko'rsatdi. Ularning har biri kuygan xotiralar kabi xira porlab turardi. Fond rasmi ozozidan qochib tusha boshladi. Ostidagi yuzlar ko'rinib qoldi. Ochiq og'izlar, ichi bosh ko'zlar: "Biz bilan qoling", deb pichirlashardi. U eshik tutqichini ushlab, barmoqlari qonab ketguncha burab qo'ydi, lekin u qimirlamadi. Eshikni qayta-qayta tepdi. Nihoyat eshik ochildi, lekin uning orqasida yo'lak yo'q edi. Bu o'sha xona edi, o'sha miltillovchi chiroq, o'sha karavot, o'sha hid. U orqasiga o'girildi va mana u karavotda uxlab yotgan edi. Uxlab qoldimi? U ko'zlarini pirpiratdi. Uning boshqa versiyasi sekin nafas olayotgan edi. O'sha jasadning yonidagi aylanuvchi telefon yana jiringladi. Uning boshqa men qo'lini uzatib javob berdi. Amir pichirladi: "Yo'q, bu haqiqat emas." Telefondagi ovoz birinchi marta ham haqiqat emas edi, dedi. U atrofga qaradi. Devorlar yaqinlashib, tom ma'noda ichkariga egilib, butun xona uni yutib yubormoqchi bo'lgandek tobora yaqinlashib borardi. U yordam so'rab qichqirdi, lekin tashqarida motel yo'q edi, faqat tuman va yomg'ir aksadosi. Telefon 3-marta jiringladi. U javob berishni xohlamadi, lekin javob berdi. Bu safar ovoz yo'q edi, faqat harakatsiz va harakatsizligi ostida o'zining qichqirayotganini aks ettiruvchi zaif yozuv. Qanday qilib men bo'lishim mumkin, deb pichirladi. U hayajon kulgiga aylandi.
Kozgu yana yorilib ochildi va nimadir chiqib kela boshladi. Unda yuz yo'q edi, faqat uning aksi burishgan, teskari. U pichirladi. O'tgan safar eshikni ochiq qoldirgan eding. Amir yana eshikka yugurdi. Mushtlari bilan urib baqirdi. Iltimos. Kimdir menga yordam bersin. Lekin narigi tomondan cholning xotirjam va sovuq ovozi eshitildi. Soatiga to'lading, o'g'lim. Soating tugadi. Eshik ozozidan yopildi va xona jim bo'lib qoldi. Ertasi kuni ertalab politsiya yetib kelganida motel bosh edi, lekin to'qqiz xonaning chirog'i hali ham yonib turardi va karavot yonida qora aylanuvchi telefon jimgina turardi. Trubkasi uzilib, zaifgina chirsilladi. Agar yetarlicha diqqat bilan tinglasangiz ba'zilar Amirning nafas olishini hali ham eshitishingiz mumkinligini, keyingi sayohatchining "Men ertalabgacha qolaman" deyishini kutayotganini aytishadi. Send feedback. Side Paniels. Story. Sovet.